Bitta qo'lingizni duoga oching. Ilohoming, agarda vaqtida aka menga pul tushirmasanglar, sevgansizlar, molgalar o'zing pochangizdan berib, mashinaga berib, bo'ldi. O'zingiz borsiz, aka, bo'ldi. Bot qilmaylik, naqd pul berib beraman, mana aka. 24 soat ichida tushadi deydi. Hali ham tushmayapti-yu. Akajon 24 soat ichida kartangizga tushadi. Men blogerman xolos, просто reklama qilib beryapman. Nima qilay yana? Olasizlar. Aka, assalomu alaykum. Opam hujjatga yozib bermadingizmi? Aka, hozir berib beribman-da. Xolam ham bo'ladimi? Bo'ladi. Yozing nomingizni. Hop, kod boradi, aytib yuborsin. Xola, Open budjetga sizni nomingizni ovoz berib kod bor aka, aytib bering. Ishonmayman deyapti. Ya nimaga bot orqali bizda 24 soat ichida to'lov bo'ladi. Ha, bo'ldi, xola. Men ishonaman aka. Xolam ishonamayapti. Shu nonni ushlab bitta qarag'anib bersa aka. Nima deb qarag'ansin? Agar tushmasa 24 soat ichida eng katta mashina urib yuborsin desak aka. Ayo, mana nonni naq beraman akajon, unchalik bo'lsa. Naq beryapti. Mana aka. Ha, bo'ldi. Men ishondim aka, xolamdan. Bo'ldi Hop aka, hop. Onasini ham mashina urib ketadi dedi-yu.